Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. O'zbekiston akkreditatsiya markazining Akredit intervyu sahifasi yana e'tiboringizda. Bugun bizning suhbatdoshimiz O'zbekiston akkreditatsiya markazi davlat muassasasi direktor o'rinbosari Yuldashova Shahnoza Ahmadovna. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz bugun siz bilan xalqaro standartlar asosida issiqxona gaz ajratmalarini validatsiya va verifikatsiya qilish organlarini akkreditatsiya qilish bo'yicha markaz tomonidan olib borilayotgan ishlar haqida suhbatlashamiz, lekin undan avval mana lekini borda. Lekini borki, yaxshi ma'noda. Kuni kecha siz mana Bangkokdan uchib keldingiz, ya'ni Bangkokda YAF bosh assambleyasi bo'lib o'tdi va bir qator boshqa tadbirlar ham bo'ldi, anjumanlar ham bo'lib o'tdi. Mana shular haqida qisqacha gapirib bersangiz, o'zi nima bo'ldi, nima uchun yig'ildinglar, qanday masalalar ko'tarildi? O'zi lekinni hardan chiroyli qismi bo'ladi. Aslida Bangkokda mana kecha haqida tugatilgan ILAC va IAFni bosh assambleyasi yig'ilishlari edi. Bu juda ham qiziq bir holat, endi akkreditatsiya faoliyati uchun ham, xalqaro miqyosda akkreditatsiya faoliyati, chunki bu xalqaro miqyosdagi akkreditatsiya tashkilotlari faoliyatining bir yangi bir debochasi ochilyapti. Ya'ni bitta bir qism tugalib, yangilanish boshlanmoqda. Ya'niki biz tarixiy ILAC va IAF tashkilotlarini shuncha 30 yillik faoliyat yuritgan ikkita xalqaro tashkilotni eng oxirgi general assambleya, ya'ni bosh assambleya yig'ilishlari bo'ldi va keyingi yilda anjuman xuddi shunaqa juda ham nima deydi, hayajonli, chunki xodimlar, mutaxassislar buni ishtirok etgan 10 yillab davomida shu faoliyatda ishtirok etgan mutaxassislar, xalqaro miqyosda ishlab turgan mutaxassislar shu tashkilot bilan xayrlashish kerak edi va lekin buni quvonchli tarafi ham bor, chunki bu ikki tashkilot birlashib yangi Global Accreditation Corporation degan yangi tashkilotni ish faoliyatini yo'lga qo'yildi. Ya'ni bitta narsani tugalishi bu ikkinchi narsani, ya'ni ikkinchi qadamni bosilishiga sababchi bo'ldi. Endi bu Bangkokdagi o'tkazilgan tadbirning eng yuqori nuqtasi edi, ya'ni bu ikkita tashkilotning oxirgi momentlari, oxirgi lahzalari va ikkinchi tashkilotni boshlanishi. Ikkinchi tashkilot bu shu Global Accreditation Corporation tashkilotiga eng asosiysi biz mana O'zbekiston akkreditatsiya markazining ham qo'llab-quvvatlash asosida Ibrahim Xola, bu bizga yaqinda kelgan mutaxassis, anjumanimizda ishtirok etgan. Anjumanimizda aynan shu kishini biz o'sha Global Accreditation Corporation tashkilotiga 3 yillikka tashkilot raisi deb sayladik. Tashkilot raisi juda ham yaxshi xabar. Aynan. Juda yaxshi xabar. Aynan xuddi shu narsa. Endi Ibrahim Xola O'zbekiston akkreditatsiya markazi bilan bevosita tanish. Bir necha marotaba markazimizga kelgan. Aynan shu biz nima deydi, o'zimiz uchun yaqin, personal yaqin, juda ham yaqin. Bir necha marta o'sha Osiyo Tinch okeani akkreditatsiya tashkiloti APAC doirasida ham biz juda ham keng hamkorlik doirasida bir necha tadbirlar O'zbekistonda o'tkazganmiz. Aynan shu kishini ishtirokida, ularni qo'llab-quvvatlash asosida yaqinda o'zi Toshkentga ham kelgandilar. Aynan shu hali siz aytgandek, boshida gapirishimizdek, issiqxona gaz ajratmalarini validatsiya, verifikatsiya qiluvchi idoralar akkreditatsiya qilish yo'nalishida aynan shu kishi xalqaro miqyosdagi eng yetuk mutaxassislardan biri. Ayni ular orqali, aynan shu tashkilot shu masala bo'yicha ular bilan trening o'tkazgandik. Mana deydi, xalqaro miqyosda yana bir bor ularni mavqelari ko'tarilib, Globakni 3 yillik raislik faoliyatini boshladilar. Tabriklaymiz. Albatta, biz ham hayajondamiz, Va bog'liqlikni qarang. Ibrahim Xolani Globak raisi etib tasdiqlanishi. O'zbekistonda Ibrahim Xolani aynan mana shu issiqxonalar bo'yicha treninglarni o'tkazilishi va markazda aynan shu xizmatlarni yo'lga qo'yib borilayotgani. Bu menimcha juda ham muhim, mas'uliyatli bir bog'liqlik bo'lsa kerak. Albatta. Ya'ni biz Globak to'g'ridan-to'g'ri qanaqadir ko'mak, har bitta akkreditatsiya idoralari ham ko'mak oladi va ular qatori biz ham. Lekin bu degani O'zbekiston akkreditatsiya markazida aynan mana shu standartlar bo'yicha xizmat ko'rsatish keskin tezlashadi deganimi yoki hali bajariladigan ishlar bor?
Judayam bu aslida issiqxona gaz ajratmalarini hisoblash, uni hisoblangandan keyin uni validatsiya, ya'ni tekshirib olish, verifikatsiya, uni tasdiqlab olish, bu keyingi bosqichi aslida judayam mashaqqatli va judayam fanga, aniqlikka asoslangan. Akkreditatsiya bu o'sha ketma-ketlarni bir elementi, ya'ni zanjirni bir bo'lagi bog'lab turuvchi, lekin zanjirni bir necha qismlari, ya'ni bir necha bog'liqliklardan iborat. Birinchi o'rinda aytmoqchimanki, O'zbekiston akkreditatsiya markazi aynan shu yo'nalishda mana hozirgina bir misol bilan dunyoning eng yetakchi mutaxassislari bilan birgalikda ishlayapti. Buni bittasi mana biz yaqinda o'tkazilgan 17.029 validatsiya verifikatsiya idoralarini akkreditatsiya yo'nalishi bo'yicha, akkreditatsiya qilish bo'yicha o'tkazilgan treningimiz, ya'ni treningga chaqirilgan mutaxassisimiz. Ya'ni eng yaxshi mutaxassis, eng yaxshi bilimni va eng yaxshi birinchi qo'ldan oldik. Xalqaro tajribani yetkazib berish uchun Toshkentga kelganlar, ayni shu biz vazifani o'ylaymanki muvaffaqiyatli bajardik. Endi biz muvaffaqiyatli bajardik faqat trening nuqtai nazaridan, biz hali akkreditatsiya qilish etapiga, ya'ni bosqichiga yetib kelganimiz yo'q. Nega deganda, buni hali qo'shimcha ishlari ham bor. Validatsiya verifikatsiya organlarining faoliyati aslida umuman industriyadan, ya'ni sanoatdan boshlanadi. Sanoatdagi issiqxona gaz ajratmalarini hisoblashda. Uni hisoblash bu xalqaro standartlar bor, 14.65 seriya deyiladi, 14.64 seriya standarti, ya'ni turkum standartlar. O'sha xalqaro standartlar asosida, o'sha standartlarni joriy qilish asosida tizimli ravishda gaz ajratmalarini hisoblashni yo'lga qo'yish kerak. Ya'ni bu bir necha muddat, bu bir kunlik, 2 yillik emas, bu yillab ketadigan bir jarayon, chunki sanoatni o'zingiz tushunasiz, bu bir necha kompleks faoliyatlar jamlanmasi, ya'ni biz bitta narsani o'zgartirishimiz ikkinchi narsaga ta'sir qilishi mumkin va natijada qanaqadir o'zgarishlar ro'yobga chiqadi. U narsani o'zi, ya'ni bu boshlanish qismidan boshlanish kerak. Ya'ni issiqxona ajratmalarini texnologik ta'siridan boshlab, keyin oxirgi natijasini keyin hisoblash. Bu oddiy qilib aytganda bir nechta tomonlarni, ya'ni bir necha industriyani, akkreditatsiya idorasini, o'sha verifikatsiya qiluvchi idoralarni chambarchas bir-biri bilan bog'liq bo'lgan faoliyati. Biz faqat akkreditatsiya haqida biz gaplashmoqchimiz. Akkreditatsiya o'zining faoliyatini qilmoqchi, lekin bu yerda hali boshqa aspektlari, boshqa qismlari ham bor. Lekin shunday bo'lsa-da, bizning baholovchilarimiz borib, ma'lum bir obyektni ushbu standart bo'yicha akkreditatsiya qilishlari uchun shu obyektni o'zi standart talablariga tayyor bo'lishi kerak, javob bera olishi kerak, to'g'rimi? Bu masalada akkreditatsiya markazi O'zbekistondagi qaysi idoralar bilan hamkorlikda ish olib boradi? O'zbekistonda aynan shu masala bo'yicha mutasaddi bo'lgan bu Moliya iqtisodiyot vazirligi qoshidagi Yashil iqtisodiyot markazi. Ya'ni biz asl markaz bilan juda ham yaqin hamkorlikda bir necha uchrashuvlar o'tkazdik. Mutaxassislar bilan biz birgalikda ma'lumot almashtiramiz. Ya'ni bizni xatti-harakatlarimiz ularning xatti-harakatlari bilan chambarchas bog'liq. Ayni shu yo'nalishda biz ular bilan hamkorlik o'rnatganmiz. Demak, ish jarayoni ketyapti. Aynan. Bizda mavjud mutaxassislar o'qitilyapti va ularning malakasi oshirilyapti va hali bir qator treninglar bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Endi treninglar qaysiniki bir necha bosqichlarda bo'ladi. Ya'niki bu akkreditatsiya nuqtai nazaridan bo'ladigan bosqichdagi trening, ya'niki biz yaqinda o'tkazganimiz, keyingi etapimiz baholash va o'sha validatsiya verifikatsiya qiluvchi organni o'zini, ya'ni o'sha faoliyat va shug'ullanish tashkilotini o'zi uchun qo'yilgan talablar, ya'ni u tashkilotning o'zi qanaqadir talablarga javob berish kerak va ular nimalar qilish kerak. Ya'ni bu chambarchas bog'liq bo'lgan keyingi bosqichdagi treninglar, tajribalar bo'ladi. Endi suhbatimiz so'ngida Bangkokda bo'lib o'tgan bosh anjuman, Globakni ikkinchi anjumani, adashmasam, ikkinchi anjumani, chunki birinchi anjuman ko'proq bir repetitsiya holida bo'lganida, ikkinchi anjuman bu rasmiy ko'rinishda bo'lib o'tgan anjuman. Mana shu anjumandan keyin barcha akkreditatsiya idoralari, jumladan O'zbekiston akkreditatsiya idorasi o'z oldiga yana qanday vazifalarni qo'yib olishi kerak bo'ldi? Birinchi o'sha aynan Globak
nuqtai nazaridan qaraydigan bo'lsak, O'zbekiston akkreditatsiya markazi Globakni hozir birinchilaridan bo'lib, mana mintaqa bo'yicha a'zo sifatida o'zini arizasini topshirdi. Ariza ko'rib chiqish jarayonida va biz to'laqonli a'zomiz, ya'ni LIKE va EAF doirasidagi a'zoligimizni saqlab qolgan holda biz tizimli ravishda keyingi tashkilotga o'tib, biz o'z maqomimizni saqlab qolish niyatidamiz. Ya'ni shunga harakatimiz xuddi shu asosida. Endi aynan shu Globakni tan olish tizim doirasidagi maqomimiz, ya'ni bizdagi shu Globakni doirasiga keladigan bo'lsak, hozircha 10 ta yo'nalishdagi tan olish sohamizni saqlab qolish va uni 14 taga yetkazish uchun mana aynan shu yig'ilishlar doirasida biz paritet baholash guruhi bilan ham O'zbekiston akkreditatsiya markazi vakillari, delegatsiya alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Bu nimaki? Chunki biz yaqinlashyapmiz. Ya'ni bizning oldingi maqsadimiz juda ham yaqin qoldi. 2026-yil mart oyida bo'ladigan paritet baholashga tayyorgarlik ko'rish. Bizga qariyb 14 ta mutaxassis, xalqaro miqyosdagi 14 ta mutaxassis keladi. Bitta emas, ikkita emas, 14 ta mutaxassis keladi. Ya'ni 14 ta ekspert deyiladi va ular bir necha oylar davomida bizlarni kuzatib borishadi. Kuzatuv shu yil dekabr oyidan boshlanadi. Shuning uchun bizni har bitta vaqtimiz, daqiqamiz aynan shu faoliyat doirasida biz o'zimizning eng yaxshi taraflarimizni ko'rsatishga, nafaqat yaxshi tarafini biz shu orqali tizimni rivojlantirishga xatti-harakatimizdamiz. Va bu kelajakda shu statusimiz, ya'ni maqomimizni ushlab qolsak, Globakda xudo xolasa 2026-yil oxirigacha 14 ta sohada tan olishga erishadigan maqsadga erishishda biz xatti-harakatdamiz. Rahmat suhbatingiz uchun. Avvalo rahmat sizga. Markaz jamoasiga oldinda turgan paritet baholashda omad tilaymiz, muvaffaqiyatli o'tib olsin. Rahmat. Va tinglovchilarimizga eslatib o'taman, Akredit intervyu sahifasida biz bilan suhbatda O'zbekiston akkreditatsiya markazi direktori o'rinbosari Yo'ldashova Shahnoza Ahmadovna bo'ldilar. Rahmat Shahnoza Ahmadovna, sog' bo'ling. Rahmat.